aqlliq insonmi yoki gap anglaydigan insonmi? Normalda mayli u balasi yoki hamrohi bo'lsin, o'quvchisi yoki xizmatchisi bo'lsin, albatta hamma inson ularning ham aqlliq, ham itoatchan va gap anglaydigan bo'lishini umid qiladi. Ammo real hayotda aqlliq insonlar boshqalar nima desa ha demaydigan insonlar bo'lib, boshqalar nima desa ha deydigan insonlar uncha aqlliq hisoblanmaydi. Mayli odam ishlatishda bo'lsin yoki hamroh tanlashda bo'lsin, kishilar aqlliq inson bilan qulqi yumshoq, gap anglaydigan inson orasidan birini tanlashga majbur bo'lishi mumkin. Amaliyotda bu xil ahvol nihoyatda ko'p uchraydigan bo'lib, mayli oilada, maktabda yoki xizmatda bo'lsin, insonlarning psixikasiga asoslanganda kishilar qulqi yumshoq, gap anglaydigan insonlarni texim yaxshi ko'rishi mumkin. Chunki qulqi yumshoq bo'lish, gap anglaydigan bo'lish ijtimoiy kontrollik uchun foydali bo'lsa, aqliy iqtidor shaxsiy taraqqiyot uchun foydali bo'lib, ko'pincha kishilar odam tanlaganda boshqalarning shaxsiy taraqqiyotini emas, balki o'zining boshqalarni kontrol qilishni asos maqsad qiladi. Ya'ni ko'pincha insonlar yovuq qushga nisbatan qafasga solib boqqan qushni texim yaxshi ko'radi. Albatta, hamma kishilar aql farosatli insonlarni tanlamay, cho'qim gap anglaydigan insonni tanlaydi deb hukm chiqarg'ili bo'lmaydi. O'xshamagan shaxslar va jamiyatlar o'zlarining qimmat qarashi, e'tiqodiy, maqsadi va amaliy ahvoliga asosan insonlarning o'xshamagan alohidaligini oldingi o'ringa qo'yishi mumkin. Qandaqla bo'lmasin, gap anglaydigan odamning texmi qarshi elinishining sabablari tuvandikicha. Birinchi, odatda gap anglaydigan bo'lish, itoat qilish, ijtimoiy tartib va muqimlikni saqlashda intayin muhim deb qaraladi. Mayli oilada yoki ma'lum jamiyatda bo'lsin, gap anglaydigan insonlar qancha ko'p bo'lsa, u oila yoki u jamiyatda qalaymaqonchilik va to'qinish shuncha oz bo'ladi. Ikkinchi, harbiylik qatorliq ba'zi kasb va alohida ahvolda boshliqning buyrug'iga bo'ysunish, gap anglash, qulqi yumshoqlik vazifaning unumli o'rindalishiga va qarorlarning unumli ijro qilinishiga kafolatlik qilishda alohida muhimdir. Uchinchi, ba'zi madaniyatlarda yashanganlarga, ota-onalarga yoki boshqa nopozliq shaxslarga itoat qilish, gap anglash, qulqi yumshoqlik, an'anaga hurmat qilish va amal qilishning ifodasi sifatida tashabbus qilinadi va alohida hurmatlanadi. To'rtinchi, bo'ysunish, gap anglash, qulqi yumshoqlik xatar va aniqsizlikni azaytishning usuli deb qaraladigan bo'lib, shaxslar qoida-usul va ko'rsatmalarga bo'ysunganda, amal qilganda xatolik sodir qilish yoki salbiy oqibatga duch kelish fursatini eng tuvan chekka tushirgili bo'ladi. Yana bir tarafdan, har xil sabablar tufaylidan nurg'un jamiyatlarda aqlliq insonlar texmi cho'ng hurmatga sazovor bo'lib, uning sabablari tuvandikicha. Birinchi, aqliy iqtidor doim tanqidiy fikr qilish, cho'nqur tafakkur qilish, murakkab masalalarni hal qilish va yangi ahvollarga moslashish iqtidori bilan munosabatli bo'lib, bu sifatlar nurg'un sohada yangilik yaratish, ilgirlash va muvaffaqiyat qozonishda intayin muhim. Ikkinchi, aql farosat hamisha ijodchanlik va yangi ideya va hal qilish chorasi hosil qilish iqtidori bilan bog'lanishli bo'lib, u san'at, ilm-fan, texnika va savdo qatorliq sohalarda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Uchinchi, aqlli kishilar hamisha mustaqil tafakkur qilish va qaror chiqarish iqtidoriga ega bo'lib, u shaxsiy o'sib yetilish va amalga oshirishni ilgari suradi. To'rtinchi, aqlli shaxslarning o'zgarishiga moslashish, yangi mahoratlarni o'rganish, aniqsiz yoki qiyin ahvollarga taqobil turish iqtidori alohida yuqori. Umuman qilib aytganda, kishilarning gap anglaydigan inson bilan aqlli inson orasidan qaysisini tanlashi o'xshamagan tuzum, madaniyat va yakka yoqtirishga asosan o'xshash bo'lmaydi. Shuni e'tirof qilish kerakki, har ikki sifatning o'zi xos ortiqchiligi bor bo'lib, o'xshamagan ahvollarda ularning qimmati o'xshamaydi. Boshqalarni kontrol qilish istagi kuchli kishilar aqlli kishilarni emas, balki qulqi yumshoq, gap anglaydigan kishilarni yaxshi ko'rdi. Undaq kishilar boshqalarning o'zining qarorini yoki mahoratini tanqidlashiga eng o'ch. Shunlashqa ular aqlli kishilarni emas, balki har zaman qulqi yumshoq, gap anglaydiganlarni atrofiga to'playdi va ular bilan birga ishlashni yaxshi ko'rdi. Ular o'zini boshqalarning ustiga qo'yib, hamma ishni kontrol qilishni umid qiladi. Agar atrofidagilar aqlli bo'lganda, ular hammani kontrol qilish maqsadiga yetolmasligi mumkin. Atrofdagilarning hammasi qulqi yumshoq, gap anglaydigan, ham shundaqla hech bir zaman qarshi fikr bermaydigan bo'lganda, o'zi nima desa, boshqalar shuni deydigan bo'lganda, ondan ular ko'zlagan maqsadiga texmi oson yeta olishi mumkin.
Uyda baqqan it bilan bo'rining eng cho'ng farqi, uyda baqqan itlar shak shubhasiz egasining gapini anglaydi. Uningga itoat qiladi. Ular xo'jayinlari uchun har qanday ishni qiladi. Ammo bo'rilar itdan ko'p aqlliq bo'lib, ular yashashga mos keladigan joylarda o'ziga mos keladigan ishlarni qiladi. Shunlashqa ular itga o'xshash yashashga ko'nmaydi.